Bizning oilamizda shunaqa bo'lardi. Hech qachon urush, to'polon, janjal, yiqit unaqa narsalar bo'lmagan. Dadam rahmatli juda muloyim, o'ta ziyoli, juda ham oliyjanob inson edilar. Ovozlarini ko'tarmasdilar, lekin biz oilamizda bir haftada bir marta majlis bo'lardi. Ya'ni farzandlar ota-ona o'tirlardi, majlis bo'lardi va katta farzanddan boshlab bitta ularga bo'lgan birinchi bizni eshitilardi. Nima muammo? Nima uchun bunaqa? Nima uchun bir-birini urishyapsizlar? Bolalar o'rtasida bo'ladi-yu. Lekin aytarlar dadam. Onang bilan menga bir kosa ovqat yetadi. Yeymiz, to'yamiz. Bir donon yetadi. Kim uchun? Sizlar uchun harakat qilyapmiz. Sizlar uchun mehnat qilyapmiz. Keyin mana shu bir o'zaro urishib qolganimizda ayam baribir shikoyat qilganlar endi dadam ishda bo'lgan paytlarda. Lola Ilhomjon bilan urushdi yoki bu bilan urushdi deb keyin dadam aytardilar. Dadamning mana shu gapi biz uchun o'lim bilan baravar edi. Bizni urushmasdilar, ya'ni qo'l ko'tarish haqida gap bo'lishi mumkin emas, ovoz ko'tarmasdilar. Dadam bitta gap aytishlar biz uchun hayotimizda eng muhim jihati deymizmi? Mani bolalarim bunaqa o'tishgan emas. Yoki sizlar mani bolalarim bo'lmadinglar. Tasavvur qilyapsizmi? Shu gapni eshitmaslik uchun biz harakat qilardik.